Zamonamiz qizlariga nasihat. Oysha roziyallohu anha onamizning hadislari meni to'xtatib qoldi. Shunday deyotgan edilar: Ey singlim, ey onajonim, ey qizginam, Oysha roziyallohu anhoning vasiyatlariga amal qiling. U kishi shunday dedilar: Ayol kishi balog'at yoshiga yetgach, Nur surasini yod olishi va ahkomlarini o'rganishi kerak, chunki bu surada ayol kishiga oid ahkomlar bor. Oysha roziyallohu anha aytadilar: Uyimga oddiy ko'ylagimni kiyib kirar edim. Uyimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan otam bo'lardilar. Hijobsiz kirar edim. Aytardimki, bu erim, bu esa dadam. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oysha onamizning hujralariga ko'milganlar. Tasavvur qiling, Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot qilganlarida bayon boshlariga sohiblari Abu Bakr roziyallohu anhu dafn qilinganlarida aytadilarki, ularni oldilariga hijobsiz kirar edim. Umar roziyallohu anhu dafn qilinganlarida ularni orasida Umar bo'lganlarida vallohi hijobimni mahkam o'ramasdan biror marta kirmadim. Allohu akbar, Umardan hayo qilyaptilar. Mo'minlar onasi bo'la turib, mo'minlar amiridan u tuproqning tagida bo'lsa ham hayo qilyaptilar. Hozirgi qizlarimizning holi nima bo'ldi? Xato fikrni fikrlashadi. Ey muslima singillarim, sizga kim baxt tilaydi? Robbingiz. U sizga hijobni shariat qildi va bu Allohning shariatidir. Sizga kim baxt tilaydi? Payg'ambaringiz. U kishi Allohning saloti va salomi bo'lsin, sizni yomon va buzuq yo'ldan ogohlantirdi. Sizga kim yaxshilik tilaydi? Sodiq da'vatchilar. Ular sizni ozod qilishni xohlaydi. Sizni hurriyat ekani iddao qilinayotgan zanjirdan ozod qilishni. Bu shunday zanjirki, sizdan va yoshligingizdan foydalanishni xohlaydi. Sizni reklama, tashviqot vositasiga aylantirishni xohlaydi. Tashviqot vositasiga arzon jasad. Biz bilamiz, soat bilakka taqiladi. Ana u yerda xabarlar. Bugun va kecha xabarlar. Yalang'och ayol, soat esa ko'kragida. Qo'lga taqiladigan soatning ayol kishining ko'kragi bilan nima ishi bor? Ayol kishi eng xunuk holatda haqorat qilinayapti. Qachon uyg'onasizlar? Allohning quli qachon uyg'onasan? Hayo seni to'smaydimi? Hayo bilan aloqa 3 narsada bo'ladi. Allohdan hayo qilish, insonlardan hayo qilish, nafsdan hayo qilish. Bu 3 ishda hayo qilmasang agar, unda biz hayvonlarmiz. Ba'zi salaflar aytadiki, bolalaridan biriga vasiyat qila turib, ey bolaginam, agar nafsing seni ma'siyatga chaqirsa, nigohingni osmonga qarat. Agar uyalmasang, nigohingni yerga qarat. Agar uyalmasang, osmondagi zotdan qo'rqmasang, yerdagilardan uyalmasang, o'zingni hayvonlardan hisoblayver. Shunday yashaymizmi? Asossiz, shaxsiyatsiz, madaniyatsiz, daydi, xaridorgir. Ulug' Robbimiz bizga o'z huzurida muhkam bo'lgan hikmatli shariatni olib keldi. Hozir u kelajagimiz uchun baxt saodatimiz undadir. Alloh azza va jalla unda bizga foydasi bo'lgan narsani shariat qildi. Dunyo va oxiratda, bizni saodatimiz dunyoda va oxiratda, rohatimiz dunyoda va oxiratda, xotirjamligimiz dunyoda va oxiratda. Alloh mendan va sendan rozi bo'lishi uchun, Allohning rozichiligidan keyin nima bor? Faqatgina jannat. Alloh azza va jalladan meni va sizlarni uni ahlidan qilishini so'rayman. Da'vatchi islomiy videolar kanalimizga obuna bo'ling. Bahramlashishni unutmang.